Короче, Nargis, doming pasiga keldim. Dadangga chiqsin bir gaplashib olaylik. Ada o'zi ko'chaga chiqdik. Ha? Ko'chaga chiqdik. Baqirmay. Bo'lajak kuyov gaplashgan gapimiz. Qani o'zi u? Hop. Alaykum assalom. Barasi qanaysan? Yaxshimi? Yaxshimi? Amak aka. O'tiribdi gapni eshiting. Odamning qulog'i og'irroq. Shuning uchun baqirib gapiraman. Tushundingizmi? Bul, tam. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ha? Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Baqirmay. Xo'sh, maqsadga o'tinchi? Ha, amaki, qizingizni olib bog'liq qilmoqchiman. Ha, yaxshi. Sassiqdaka men qizing deymanmi yo seni deyman, menga uying kerak. Amaki, qizingizni berasizmi yo'qmi? Ha? Qizingizni berasizmi yo'qmi? Bu oldin uydagilar eskisin, kattalar bir maslahatlashsin, keyin o'ylab ko'ramiz. Mo'ylabingga o'rtog'im sassiqdaka, qizingni olmoqchi emasman, uyingni olmoqchiman. Ha. Xo'sh, hay. Nima ish qilasiz? Ha, amaki, meni bir 3 ta 4 ta bizneslarim bor. Ha? O'zimning firmalarim bor. Fermer? Biznesmen deyman. Asror gapiring, eshitaman. Biznesmen, qanaqa biznesmen? Sen puling tushirgani keldim-ku. Ha, amaki, shunday. Ada, quloq aparatingizni topolmam. Qayda? Ha, bo'ldi, o'zimni ekan. Hamma endi nima qilay? Endi bu chala biznesmenga bitta vazn olib chiq bo'ldi. Qanaqa takiydim? Anhor